O'zbekistonda bolalar pornografiyasi va jinsiy zo'ravonlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Yurtimizdagi barcha yangiliklarni kanalimizda kuzatib boring. Bolalarni ular ishtirokidagi jinsiy zo'ravonlik va pornografiyadan himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirishga qaratilgan bir qator normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Qonuniy loyihasi quyidagilarni nazarda tutadi. Bolalar tasviri tushirilgan pornografik mahsulotni saqlaganlik uchun javobgarlikni belgilash, voyaga yetmaganlarni jinsiy zo'ravonlikdan, shu jumladan internet tarmog'idan foydalangan holda himoya qilishga oid normalarni aniqlashtirish, bolalarga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar uchun javobgarlikni kuchaytirish maqsadida Jinoyat va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga tuzatishlar kiritish, Jinoyat-protsessual kodeksiga voyaga yetmagan guvohlar va jabrlanuvchilarni so'roq qilishning davomiyligini, shuningdek ularning noqonuniy vakillari tergov harakatlarida ishtirok etish tartibini belgilovchi qo'shimchalar, bola huquqlari bo'yicha vakil ishtirokida yig'ilish va seminarlar tashkil etilgani taqiqlandi.